Akalar, Nexia bir mashinamiz, injektorida kaltoki bor, impuls kelmayapti. Xuddi shu holatda mana bu 5 talik steker bo'ladi mana shu yerda, Mitsubishiniki. Mana shu 5 talik suqilganmi yo'qmi ko'rish kerak. Chiqib ketmaganmi? Bu yerdagilarni to'g'rilab bo'lgandan keyin asosiy tomoni, yana bitta tomoni kompyuter tomoni ko'rish kerak. Kompyuter tomonidan qoladi. Shu bu yoqda steker bor. Buni ko'rasizlar. O'tkazyaptimi yo'qmi kaltokisi. Keyin impuls boradi. Предохранитель blok tomonga o'sha ko'riladi. Undan keyin mana akalar, bunda muammosini topganmiz. Mana shu noshkasi chiqib ketib qolgan. Tog'amiz benzinga yurgizamiz deb olib kelishdi. Mana shu noshka chiqib ketgan, mana shu joyga, birinchi joyga. Shu noshkani suqibamiz, mana yurdi mashina. Endi buni bu holatda qoldirmaymiz. Ichidan kabel olib chiqib turib, yurgan holatini qo'yib beramiz akalar. U yoqda tekshirib bo'lgandan keyin kompyuter tomonlama bir tekshirib ko'rasizlar. Shu kompyuterdan ham chiqadi akalar.